Minecraft. Lekin biz qishloq topishga harakat qilib, u yerni osmonlarga uchirib yuboramiz. Mening va mana bu yoqda bo'shliq bor ekan, biz o'sha yerga yo'l olamiz. Bugun mening omadli kunimga o'xshaydi, chunki bu yerda qishloq osongina topildi. Oldi. Hozir kommentariyaga o'tib bu qishloqni nechta TNTga portlatganimni topib yozib qoldiring. Topgan odam esa keyingi videoda ko'rinadi. Uning fikri keyingi videoda men taqdim etib o'taman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Olg'a. Bu yerga menga hozir zo'rg'aya keldi. Unaqasiga TNT qo'yish o'rniga biz bu yerni o'rab chiqamiz. Va bu yerni osmonlarga ko'tara beramiz. Yerlarini ham bosdik. Bu videoni, ya'ni kanal nomini yaqinlaringizga ulashing. Bizga ko'proq obunachilar zarur. Kim ko'p videoni yaqinlariga ulashsa, o'sha odamga men keyingi videoda birga ishlash imkonini beraman va biz birgalikda qiziqarli bir video chiqaramiz. Hozirda bizning videolarimiz qisqacha bo'ladi. Chunki yozgi ta'til bo'lgani bilan mening juda zarur, muhim ishlarim bor. Men hayotda band odamman. Men har videoda bu kanalni yaratishga yordam bergan va menga bu kanalni yaratishga g'oya bergan odamlarga rahmat aytib o'taman. G'oya bergan inson Artifakt va Salohiddin aka. Artifakt kanalini siz juda yaxshi tanisangiz kerak. Artifakt deb YouTube'ga yozing va uning kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Olg'a. Buni o'rab qo'yamiz. Endi bu ham yo'q bo'lib ketadi. Qishloqlar qani sizlar? Hey, qayerga ketyapsan? Yoqqa kel. Yoqqa. Endi hech qayerga qochib keta olmaysan. Bizning Minecraftning ikkinchisi ham mavjud va unda juda ham ko'p narsalar namoyish etiladi. Unda men Ender Dragon'ni yoniga borib, uni yo'q qilish maqsad qo'yganman. Va biz u yerda noldan kuchayamiz. Videoni va kanalni tomosha qilib borsangiz, unaqa videolarni hali ko'p chiqaraman. Siz bu kanalga obuna bo'lish orqali video rivojiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasiz.
Mening hayolimga fikr keldi. Ya'ni savol. Sizlarga futbolning, ya'ni O'zbekiston futbolini jahonga tanitayotganlardan Eldor Shomurodovmi, Abbosbek Fayzullayevmi yoki Abduqodir Husanovmi? Va ikki eng zo'r o'ynaydigan o'yinchilar Messi, Ronaldo qaysi biri? Uni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Menga Ronaldo va Abbosbek Fayzullayev. Telegramingiz bo'lsa, sizlar Telegramga, ya'ni mening Telegram kanalimga obuna bo'lib, qo'shilib qo'ying. U yerda biz qanday video chiqarmoqchi ekanligimizni yozib qoldiramiz. Yo'q, halimi? Hali yo'qmi? Bo'ldi. Olg'a. Men halitdan bu qishloq osmonlarga uchun tasavvur qilyapman. Qiziq, qanday uchar ekan? Anchagina TNT qo'yib bo'ldik. Uylar TNTdan to'ldirib qo'yamiz. Olg'a. Agar siz xohlasangiz kommentariyaga yozing. Siz mana shu Minecraftda qo'shilib o'ynashni xohlaysizmi? Men buni ham o'rgata olaman sizga. Biz qal'alar jangi, keyingi video qal'alar jangi haqida bo'ladi va keyingi videoda biz qo'shilib o'ynaymiz va men qo'shilib o'ynaydigan inson, ya'ni bolakay Jasur bo'ladi. U mening dadamning akasining o'g'li. Siz qo'shilib o'ynashni yoqtirasizmi? U shaxsan men juda yoqtiraman. Chunki u juda qiziqarli. Har xil janglar, bir-biringizga yordam berasiz, qishloq va kuchayasiz. Mening yoshim 11da. Men ism, familiyam va qayerda yashashlarimni oldin o'tgan videolarda namoyish etganman. Bombardilo, krokodilo, tralala, kurkudilo, kurkula. Mana bu yerlar qolib ketibdi. Mana shu yerlardan to'ldirib olsak, keyin biz bu yerni portlatib yuboramiz. Menimcha, menda shunchalar ko'p TNT portlatganimdan so'ng Minecraft qotib bir necha 10 daqiqalarga ishlamay qolishi ham mumkin. Va buning uchun oldindan uzr so'rayman.
Biz keyingi videoda nimalar qilishimiz kerakligini va nima haqida quruvchilar jang o'tkazishimizni, masalan, qal'alar, uylar va boshqa narsalar qurishimiz mumkin. Siz o'sha narsalardan qaysi birini xohlaysiz? O'shalarni yozib qoldiring. Biz ularni faqat eng yaxshilarini 3 ta yoki 5 tachalarini tanlab olamiz. Bu video qachon chiqishini men bilmayman. Va aytgandek, eslatib o'tayni. Bizning har 2 kunda yo bitta yoki 2 ta videomiz chiqib boradi. Ana, bu yer jimjimakor ko'rinishga keldi. Endi bu yerdan mana shu tomni to'ldirib tepaga qarab ketamiz. Bironta ham uy qolmadi shekilli, Kimdir bilsa bilar yoki bilmas. Bu Minecraftda 128 ta yoki 156 ta blokdan so'ng boshqa blok qo'yishning iloji yo'q. Bo'ldi, mana 128 ekan. Va buni biz yoqamiz va qochamiz bu yoqqa qarab. Suvga tushib olamiz, u tomonga qaraymiz. Bir necha daqiqadan so'ng u yerga qaytamiz. Bu yerga ot qo'yib yuboramiz. Og'a. Shu qaysi tomonda edi? Ana. Ana endi qishloq portlashni boshladi. Qishloq yaxshiroq portlash uchun va tezroq o'lish uchun o'z yerga lava qo'yib yuboramiz. Minecraft qotdi. Voy, bu yerda kamida men uchun 100 do'stlar. Mana buni portlash desa bo'ladi. Bu yerda hali yana portlayapti. Menimchalik tugadi. Voy, yana bormi hali? Sen Minecraft bizga shunday zo'r narsalarni taqdim etyapsan.